Assalomu alaykum barchaga. Bu videoni kimyo fanidan A va A+ olmoqchi bo'lgan barcha tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Va nihoyat bizni premium kimyo 3-kitobimiz, ya'ni milliy sertifikat kitobimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek kitobimiz nisbatan qalinroq. Buni sababini sizlarga qisqacha kitobni obzor qilib berish orqali ko'rsatib beraman. Kitobimiz demak, ko'rib turganingizdek ikkita moduldan tashkil topgan. Birinchi modulda kimyoning mavzulari yozib qo'yilgan. Ya'ni eng oddiy mavzudan eng oxirgi, demak, organikaning yuqori molekulyar birikmalarigacha bo'lgan barcha mavzuni qamrab olgan. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Birinchi modulda demak 0 dan boshlanganmi yana kimyo desa yo'q. Bu yerda aynan A va A+ olmoqchi bo'lgan o'quvchilarga moslab murakkab darajadagi masalalar joylangan. Ya'ni 3-4 darajadagi masalalar joylashtirilgan. Ikkinchi modulda esa demak birinchi variantdan 25-variantgacha demak milliy sertifikat darajasidagi variantlar hisoblanadi. Birinchi modulga e'tibor beradigan bo'lsangiz, barcha savollar demak ochiq turdagi variantlar hisoblanadi. Ya'ni ABCD kaliti yo'q. Buni siz tavakkal qilmagan holda to'liq ishlab chiqib, demak javobini yozishingiz kerak bo'ladi. Chunki sababi bilamizki, milliy sertifikat imtihonlarida 35-savoldan keyingi savollar murakkab savollar hisoblanadi ko'pchiligi va ular hammasi demak ochiq turdagi variantlar hisoblanadi. Uni siz demak qo'lda yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu demak birinchi modulimiz shu 35-savoldan keyingi savollarga ham demak 43-savolgacha to'liq tayyor bo'lishingiz uchun mo'ljallangan hisoblanadi va barcha savollar murakkab savollar. Ya'ni har bitta mavzuni o'zini darajasida 3-4 darajali masalalari kiritilgan. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. O'zingiz demak rasmlarni ekranda chiqaryapmiz. Mana shunaqa shakldagi demak ochiq turdagi variantlar. Demak, ikkinchi modulimiz esa demak 43 talik milliy sertifikat bloklari hisoblanadi. Biz ularni demak darajalab chiqqanmiz. E'tibor bering, ikkinchi modulda 43 talik demak savollar qiyinlik darajasi berilgan. Qiyinlik darajasi mana bu 10 bo'lgan, ya'ni 11-variantdan 20-variantgacha bo'lganlari milliy sertifikat darajani o'zi. Lekin 21 dan 25gacha bo'lgan demak variantlar esa milliy sertifikat darajasidan ham murakkabroq. Chunki bilamizki, mashg'ulotda qanchalik qiyin bo'ladigan bo'lsa, demak jangda shunchalik oson bo'ladi. Ya'ni milliy sertifikat imtihoniga kirganingizda bunday variantlarni ko'rganingizdan keyin albatta demak savollarga nisbatan osonroq javob berasiz. Albatta bu kitobimizda to'liq video yechimlarini ham qilib chiqamiz. To'liq bu bo'yicha kurs ham ochiladi. Kursda qatnashmoqchi bo'lsangiz demak izohlarda biz nimalarni qoldiramiz, botlarni qoldiramiz. Shu botga kirib demak kitobni o'zini ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa kurslarga ishtirok etsangiz ham bo'ladi. Demak bu repetitor ustozlarimiz uchun ham juda ham qo'l keladi. Sababi kuzgi milliy sertifikat imtihoniga hozir bola demak kimyoni tugatib bo'ldi. Misol uchun C sertifikati bor, C+ bor, kimdadir B bor yokida o'rta darajada kimyoni bir marta to'liq tugatib chiqdi. Ana endi qaysi kitobni ishlaymiz degan savol sizni o'ylantirayotgan bo'lsa, aynan mana shu kitobimizni sizga maslahat beramiz. Chunki bunda kimyoni yana bir marta tezgina tugatib olish imkoniyati bor. Undan tashqari demak milliy sertifikat demak variantlari ham bor. Demak ikkita kitob bittada joylashgan deb bemalol ayta olamiz. Demak videomiz qisqacha mana shu edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.